Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan uyingiz tozaligida eng yaqin yordamchingizga aylanadigan Bestel VCB 5570BG modelini batafsil ko'rib chiqamiz. Zamonaviy va ixcham asosiy korpus va egiluvchan shlang, bo'yingizga qarab moslanadigan trubka, gilam va pol uchun asosiy cho'tka, burchaklar uchun tekis nasadka, hamda yumshoq mebellar va pardalar uchun kvadrat nasadka. Ushbu modelning asosiy jihati shundan iboratki, boshqaruv tugmalari dastagida joylashgan bo'lib, changyutgichni yoqish yoki tezligini boshqarish uchun asosiy korpusga egilib o'tirmaysiz. Bu esa bel og'riydiganlar uchun ayni muddao. Bundan tashqari dastakni burganingizda shlang unga qo'shilib aylanmaydi va tozalayotganda xalaqit bermaydi. Bu esa yana bir qulaylik yaratadi. Korpusda aqlli LED displey mavjud bo'lib, sensor orqali boshqarishingiz mumkin. Birinchi tezlik pardalar uchun, ikkinchi tezlik yumshoq mebellar uchun, uchinchi tezlik sholchalar uchun, to'rtinchi tezlik qattiq gilamlar uchun va beshinchi tezlik polni tozalash uchun ishlatiladi. Agar chang qopi to'lib qolsa, displeyda qizil chiroq yonib o'chadi. Chang qopini tozalash uchun avval uni yechib olamiz va keyin qoqib tozalaymiz. Qopning orqasida motorga chang kirib ketmasligi uchun gubka filtr bor. Ushbu gubka filtrni ham qoqib tozalaymiz. Changyutgich tagida HEPA filtr joylashgan bo'lib, chang va zararli mikroblarni havoga tarqalmasligini oldini oladi. Ushbu HEPA filtrni hech qachon suv bilan yuvmang. Agar unga suv tegsa, o'z xususiyatini yo'qotadi. Ushbu changyutgichimizning havoni purkash funksiyasi ham mavjud. Buning uchun shlang joyini o'zgartiramiz. Ushbu funksiya bilan hovlidagi xazonlarni bir joyga to'plash yoki kompyuter klaviaturasini tozalash mumkin. Ushbu stakanli changyutgichimizda ham gubka filtr bo'ladi. Uni ham suv bilan yuvib tozalashni unutmang. Lekin hech qachon orqasida joylashgan HEPA filtrni yuvib tozalamang. Agar unga suv tegsa, xususiyatini yo'qotadi. Unutmang, uyingiz tozaligi, oilangiz salomatligi. Bestel, oilangiz eng yaxshisiga munosib.